Davom etamiz. Toshkent davlat tibbiyot universitetida prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va ko'p millatli O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasining mazmun mohiyati mavzuida ilmiy amaliy seminar tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Asosiy maqsad murojaatnomada belgilangan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari, xususan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, tibbiy ta'lim sifatini oshirish hamda inson qadri uchun tamoyilni oliy ta'lim muassasasi faoliyatiga izchil tatbiq etishdan iborat. Professor o'qituvchilar va talaba yoshlar o'rtasida keng targ'ibot vazifasini o'tagan seminarda tibbiyot sohasini rivojlantirish, tarmoq uchun zamonaviy kadrlar tayyorlash, kasbiy ta'limni takomillashtirish, shuningdek murojaatnomada belgilangan vazifalarning tizimdagi amaliy ahamiyati ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Biz bu murojaatnomani katta qiziqish bilan qabul qildik. Murojaatnomada berilgan barcha tahliliy ma'lumotlar, qolaversa murojaatnomadagi oldimizga qo'yilgan vazifalar, yangi O'zbekistonimizni 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasiga qo'shilayotgan yangiliklar to'g'risida juda katta ma'lumotlar oldik. Mana shu murojaatnomada eng asosiysi xalqimizni bugun ma'naviy, qolaversa iqtisodiy jihatdan o'sib borishi, xalqimiz soni oshishi va xalqimizda yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bir qancha katta dasturda o'qib eshittirdilar. Hurmatli prezidentimiz tibbiyot yo'nalishida Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlarini tajribasi asosida hamshiralar tayyorlanish yo'lga qo'yiladi. Bu hamshiralar kelajakda nafaqat O'zbekistonimizda, balki yaqin sharqda yoki bo'lmasa uzoq sharqda, qolaversa Yevropada o'zini ish o'rinlarini topishga, mana shu hamshiralarimizni kelajakda yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Aytib o'tilgan 6 ta dasturda mahalla institutini rivojlantirish, qolaversa bugun yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun axborot texnologiya, raqamlashtirish, sun'iy intellektni faol joriy qilish va umuman yoshlarimizga bugun ta'lim tarbiya berish yangi bosqichlarga qo'yishimiz kerak bo'lgan vazifalarni biz oldimizga qo'yib oldik. Shu bilan birga biz universitetda rivojlantirish dasturini tuzib oldik va bu dasturda mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan murojaatnomada keltirilgan barcha vazifalarni ijroga qaratamiz. Murojaatnomada 2026-yil yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinib, mahalla institutining jamiyat hayotidagi o'rni va mas'uliyatini yanada oshirish, aholining ijtimoiy faolligini kuchaytirish hamda inson salomatligini ta'minlashda mazkur tizimning o'rni alohida ta'kidlandi. Bu kabi ustuvor yo'nalishlar sog'liqni saqlash sohasini mahalla darajasida mustahkamlash, profilaktika ishlarini kuchaytirish, tibbiy xizmatlar sifati va ularning aholiga yaqinligini ta'minlash masalalari muhokama qilindi.